titroq solib shirin tili bolli bo'lar vujudingga titroq solib shirin tili bolli bo'lar hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma sen ham mendek kuyib qolma qo'ling cho'zma oy tegmaydi to'rdan senga joy tegmaydi qo'ling cho'zma oy tegmaydi to'rdan senga joy tegmaydi hamma ozginang labin bosgan piyoladan choy tegmaydi hamma ozginang labin bosgan piyoladan choy tegmaydi hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma sen ham mendek kuyib qolma dasturxonni to'ldiradi minnat qilib o'ldiradi dasturxonni to'ldiradi minnat qilib o'ldiradi mag'rur qadding dolitib el oldida so'ndiradi mag'rur qadding dolitib el oldida so'ndiradi hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma sen ham mendek kuyib qolma hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib qolma hoy ukajon suyib qolma sen ham mendek kuyib 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 qolma Muzaffarjon bizda yana bitta mehmonimiz kelib turibdi. Erta tongdan ayollarni, xotin-qizlarni tabriklayman deb. Keling qani Zafar Tursunov juda bir iqtidorli san'atkor, Hofiz akalarimizdan. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Juma ayyomi qolsa bahor faslidagi bayramlar muborak bo'lsin. Endi tabriklay deb kelibsiz-da. Bizda vaqt chegaralangan, fursatdan foydalanib tabriklarni yo'llang. Shunday. Va alaykum assalom. Bugungi Saidul Juma muborak. Navruz kirib kelayotgan Navruzlar muborak bo'lsin. Mohir Ramazonlar muborak bo'lsin. Yanagi